Assalomu alaykum, mumkinmi? Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Ha, bemalol keling. Rahmat. Nima xizmat? Bakteriya hisob raqamidan foydalanishga shartnoma qildirmoqchi edim. Xo'p, unda pasportingizni bering. Pasportim. Xo'p. Voy, pasportim o'ylab qolib ketibdi-yu. Shuni pasportingizni bir amalga olish iloji bormi? Hech qisi yo'q. Unda pasport ma'lumotlaringizni tizim orqali tekshirishga harakat qilib ko'raman. Xo'p, unda nima qilish kerak? Pasport ma'lumotlarini aytib turish kerakmi yoki telefonda rasmni ko'rsatgan yaxshimi? Hech narsani aytishni va ko'rsatishni keragi yo'q. Shunchaki yaqinroq kelib stulga o'tiring va kameraga to'g'ri qarab turing va men sizning kim ekanligingizni tizim orqali o'zim aniqlab olaman. Xo'p. Mana tizim orqali shaxsiy tasdiqlandi va biz sizga siz xohlagan notarial harakatni rasmiylashtirib beramiz va pasportingiz asli shart emas. Qo'ying, mana buni texnologiya desa bo'ladi. تكنولوجيا 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 أشهد إنها تكنولوجيا أشهد إنها تكنولوجيا تكنولوجيا Ha, haqiqatda bu ajoyib yangilik va buni eshitgan ko'pchilik xursand bo'lsa kerak. Faqat bir narsani yodda tutish lozimki, u ham bo'lsa ushbu qulaylikdan faqat 2026-yil 1-yanvar sanasidan boshlab foydalanish mumkin bo'ladi. Sababi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 9-sentabr sanasidagi 280 sonli qaroriga asosan notarial harakatlarni rasmiylashtirishda 2026-yil 1-yanvar sanasidan boshlab O'zbekiston Respublikasi fuqarolaridan shaxsni tasdiqlovchi hujjatni aslini talab qilish tartibi ushbu qulaylikdan foydalangan holda bekor qilinishi ko'rsatib o'tilgan. Hozirchalik esa ushbu qulaylikdan faqat test rejimida foydalanish mumkin xolos. Shunday ekan, 2026-yil kirib kelguniga qadar amaldagi notariat to'g'risidagi qonun talablariga ko'ra notariusga borayotganingizda o'zingiz bilan shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatni, ya'ni pasport yoki ID karta yoki milliy haydovchilik guvohnomasining aslini olib yurishni unutmang. Agar ushbu video va undagi ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying hamda kanalga obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda uchrashguncha, xayr.